Assalamualaikum, hürmetli yurttaşlar. Salamlayıp Xudo xolasa bugün 2 oktyabr. 2 oktyabr senesine göre sizlere bir yenilikni aytacakman. Xudo xolasa ertang dükkanımızda soracak. Bu kanalımız bilan sizlarni tanıştırıp o'tamiz. Xudo xolasa videoni ko'rib obuna bo'lib qo'yasizlar, like bosib qo'yasizlar. Obunachilar Xudo xolasa yine ertang so'radan bu kanalımızdan size ozgina kichkina bir obzor etib beramiz. Bu kanalımızda Живой vesi tak 504 kilo gap turibdi. Yeten kilosini tapqadama Xudo xolasa 1 kilo go'sht bor. Ina bo'yin. Malımız sifat ina. Umuman laqqaligina baqilishini umuman gap yo'q. Bo'yinligini qachon qo'yadi. Kichkinadan to'rsukdi. Çuçan, çu. Ina üst. Üstü açsaqda dey. Malımız lakka Xudo xolasa ertang yarmarkamize 95.000 so'mdan şu öküzümüzü go'shtini satamiz Xudo xolasa. Bemalol gelip xarid etib ketaverasizlar. Yine bo'yin. Bize ko'pchilik aytadi, yarmarkada mal bozordan mal olib yurgan vaqtimiz yarmarkada ketaveradi. Her türlü öküz, yana bir vazidon ayrim bir koştan aksin diye adamlar var. Şulara şu videonu taşak koyaslar. Şimdi gap eshitgan danışlarınız olsa, bemalol şu videonu taşak koysanız mümkün. Sebebi ben dükkanıma seylep çıtlap soyamam malını. Ben özüme cevap veremem her kaçan. Pasiyerni lakkadan lakka, sifetten sifet öküzden soyup durmam. Şimdi özüm maqtağan emas, lekin bana erseni açış gerek. Bana ersen her türlü gapni söylüyor ediler. Misal için kollarından gelse alıp soysalar yine. O sifat muhim bize de. Bu hani halallik faydadan üstün dedi yine. Mana lakkalıkına umman bir yapıyor Xudo xolasa. Yine şu öküzümüzni ertang 3 oktyabr senesine göre dükkanımıza soyup satamız. Ferruh Kassab Göç dükkanında. Menzil Törtkül tümeni Dehqon bazarı El Rızkı yarmarkasında birinci bazar taraftan gelseniz 3. mescide Xudo xolasa şu buqani go'shti soyup satıladi. To'ychilara keladigan bo'lsa, videoni ko'rib kelsalar, Xudo xolasa videoni ko'rib kelgan obunachilarimizga shu öküzning go'shti 90.000 so'mdan beriladi. 90.000 so'mdan. Balık değil, lekin malni sifatini umuman yapıyor. Özüm ağam vaqtim bir havasim getibedi. Xudo xolasa dükkanımıza soysak da vidamina bakıldı bir aydi. Pişt tuttu lekin. Xudo xolasa ertang go'shtini bir qisqacha obzor etib o'tamiz. Videoni sho'rnadan ko'rgan bo'lsangiz, bir like bosib qo'yasizlar. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Xudo xolasa sizlar uchun manfaatli video chiqarishdan charchamaymiz. Xudo xolasa kanalimizni rivoji uchun videoni yaqin do'stlaringizga yuborib qo'yasizlar. Xudo xolasa malni sifatini обязательно kommentariyaga yozib ketinglar. Mala tushungan odam o'zi biladi. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videoni shu yerda yakunlaymiz.